tinch o'tayotgan kunlarda birida opasi keladi oldiga. Ana Bo'zak deydi. U Bo'zak sizdan boshqa ukasi. Kecha yaxshilik qildim deydi. Qilgan yaxshiligi qaysidir o'zi qovun tushirib qo'yib, ashuni unga to'nga vermagan, ha Bo'zakka. Bugun o'shunga yarasha javob qaytarmadi. Moshni qilib qo'ysam qilib qo'ymadi, qara deydi. Qarang. Rosa betamizda, ichimizda eng bemizda sashilgan. Ikkovimiz o'zi sifatlimizda rosa anchaylar. Deb tursiz, bitta shirinlik qilganman, uka yeysizmi deydi-yu. Yo'q. Men bilaman u nima bo'lishini undan keyin. Qo'shni respublikaga chiqib shampun olib berishimga to'g'ri keladi eng kamida. Yo'q, afsuski qornim to'q, qarang-a. Nimaga shu mana opalar qanaqadir ish qilib men qilmadim desa uydagilar ishonavergan. Oz qolgan kundaligida olgan ikkisini menga to'nga berishiga tushunyapsizlarmi? To'nga beradi. Yaxshi ham bolasi bor, jiyanlar bor. Uyga shunday o'yinchoqlar tashib turib, mashlar qildi mana shu. O'zingiz bolalaringiz qildi. Hech kimga qizig'i yo'q. 3 yoshli jiyanim shkaf ustidan qanday qilib o'yinchoqlar tushirib olgani